Umra safarini narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin. Obunachilarimiz xudo xolasa ko'pchilik bizdan shunaqasini so'raydi. Ota-onamni, yaqinlarimni jo'natmoqchiman, shunaqasidan bormi deganlar uchun albatta bizda bor. Hikmat Travel'da sizlarga chiroyli qilib beramiz. Bugungi videomizni oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Bugun Abdug'offor aka oldilariga yana yetib kelganman. Shu kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib tursalaring, xudo xolasa har kuni yangiliklarni kechki payt bilib olishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar uchun xudo xolasa har kuni harakat qilib, yangi videolar, yangi xabarlar, yangi narxlar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sizlar layklarni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarimiz uchun bitta tushuntirib bering. Narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin aka. Borishgandan keyin ota-onam, yaqinlarim, o'zim, aka-ukalarim bilan bormoqchiman. Sharoitlaring zo'r bo'lsin, xudo xolasa deganlar uchun chiroyli qilib tushuntirib bersiz aka. Xo'p bo'ladi. Toshkentdan boshlaymiz bo'lmasa, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz 1-3 avgustga qo'yilgan. 5-6 avgustga Toshkent Madina reyslarimiz bor. Bemalol qaysi bir udobniy bo'lsa, aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Buni narxini $895 qilib beramiz. Toshkent Madina, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz narxini. Xo'p, Vodiydan boraman deydiganlar uchun Vodiy reyslarimiz 1-avgust va 5-avgust kunlari bor. Xudo xolasa buni narxini $965 qilib beramiz. Bu Vodiydan ketmoqchi. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun. Qayerdan bo'ladi uchish aka? Namangan, Madina bo'ladi. Namangan, Madina bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Undan tashqari sharoitlar qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz xudo xolasa yaxshi. Gostinitsalarimiz 4 yulduzli bo'ladi. Madina Munavvarada 200-300 metr gostinitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar. Zo'r. Xo'p, avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik joylashuv va 5 kishilik joylashuv bo'ladi xonalari. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. 50 bosh xizmat iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimizni xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamizning 3 ta viloyatlarida bor. Toshkent, Farg'ona, Andijonda bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun va shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Onlayn joyda qanaqa bron qilishlikda telefon qilsalaring o'zim tushuntirib beraman, xudo xolasa. Bu nomer o'zim nomerim, xudo xolasa o'zim aloqaga chiqaman. Ismim Abdug'offor. Bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib beriladi. Shu videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har kuni yangiliklar kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Biz oldindan kuzatib kelayotganlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa har kuni yangi videolar chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Sizlar ham obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Bu videoda Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha